Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish kurashi va Uyg'ur xalqining ozodligiga beg'ishlagan harmas chavandoz Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurg'uvchilaridan biri, qurultayning tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi, qurultay Tor televiziyasining mas'ul muharriri, tashkilotchi va jurnalist Farhod Muhammadi apandi 2025-yili 24 sentyabr chorshanba kasal sababidan 61 yoshida olamdan o'tgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 19 yanvar kuni Farhod Muhammadining inqilobiy hayoti va axborotchilik hayotining 40 yilligini xotirlab faoliyat o'tkazgan bo'lib, ayni vaqtda uningga to'n kiydirilgan va bu faoliyat maxsus film qilib ishlangan edi. Ayni vaqtda Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning Xitoyga o'tkazilib berish tahdididan iborat bir qor kunning xabari Uyg'ur muhojiratini sarosimga selayotganlik uchun ustozimiz Farhod Muhammadi Uyg'ur muhojiratining Tailanddagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish tahdidi sababidan eng murakkab bir vaziyatda turayotganligini, bundaq vaqtda o'zining shaxsiy hayotiga beg'ishlangan bu filmni e'lon qilishdan bekerak Tailanddagi qarindoshlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishimiz va shu qarindoshlarga munosabatlik eng yangi uchurlarni xalqimizga yetkazishimizning muhimligini ta'kidlab, bu filmning hozircha e'lon qilinmasligini talab qilgan edi. U bir peshqadam inqilobchi bo'lib qolmay, kishiligi, da'vodagi tajribasi va kamtarligi bilan hammamizning ulgisi edi. Afsus, marhum ustozimiz Allohning taqdiri bilan bizdan ayrildi va da'vosipimizdan bir yulduz Xitoyning ko'ziga qadalgan bir mix o'chdi. Mazkur to'n kiydirish marosimi haqidagi film bo'lsa, 27 sentyabr Qurultay televiziyasining YouTube kanalida alayda program sifatida berilgan. Marhum ustozimiz Farhod Muhammadining meyitnomizi 30 sentyabr seshanba kuni Berlin vaqti soat 13 da Westfriedhof musulmonlar qabristonligida tushirilib, yerlik qo'yildi va o'xshash kunda Uyg'ur markazida Berlin vaqti soat 17 da nazr berildi. Bugun, ya'ni 29 sentyabrdan boshlab dunyoning har qaysi joylaridan marhumning meyitnomiziga keladigan sabdoshlari va do'stlari Germaniyaning Minxen shahriga yetib kelishga boshladi. Tarixshunos doktor Nabijon Tursun Avstraliyaning 4 shahrida Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston jumhuriyatlari mavzusida leksiya so'zlash faoliyati o'tkazdi. Tarixshunos doktor Nabijon Tursun 11 sentyabr Avstraliyaga yetib kelib, Avstraliyaning Sidney, Adelaide, Melbourne, Canberra shaharlarida Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston jumhuriyatlari bo'yicha aylanma leksiya so'zlash safarini g'alabalik tamomlab, 26 sentyabr kuni Amerikaga qaytib keldi. O'zining uzun yillik ilmiy tadqiqotlari, ruscha, inglizcha, uyg'urcha va boshqa tillarda e'lon qilingan ko'plagan ilmiy asarlari, shuningdek 13 tomliq birinchi Uyg'ur umumiy tarixi nomli asari bilan Uyg'ur xalqi va xalqaroga, shundaqla O'rta Osiyo tarixi sohasiga ismi yaxshi tanilgan Nabijon Tursunning qaytib kelgandan keyin bildirishicha, uning bu qatimliq Avstraliya ilmiy safari nihoyat mo'l mazmunliq va natijali safar bo'lib qolmasdan, balki yana Avstraliyadagi qarindoshlarning cho'nqur izzat ikramlari va qizg'in qarshi elishiga erishib, Uyg'ur xalqining tarixiy musofirlarini texmi keng tonishtirish safari bo'lgan. Nabijon Tursun apandi bu qatimqi aylanma leksiya so'zlash faoliyatida 13 sentyabr kuni Ahmad Egambardi apandining ijodiy hayotiga beg'ishlangan xotirlash faoliyatiga qatnashib, nutq so'zlagan va Ahmad Egambardi apandining ijodiy hayoti va to'hfalari haqida atrofli to'xtalgan. 14 sentyabr kuni Avstraliya Uyg'ur mashribi uyushmasining o'rinlashtirishida Avstraliyaning Adelaide shahrida Uyg'ur, O'zbek, Tatar qatorliq Sharq Turkistondan Avstraliyaga kelib yerlashgan Sharq Turkistonlik muhojirlarga Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston jumhuriyatlari bo'yicha 4 soatdan ortiq leksiya bergan. Bu leksiyaga 100 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, leksiya jarayonida ko'plagan savollarga javob berilib, kishilarning zo'r olqishiga va qoyilligiga erishgan. Avstraliya Tangritog' Uyg'ur xonim qizlari birlashmasi raisi Ramila Chanishev, Uyg'ur ona tili maktabi mudiri Yulduz Teyipjon qatorliqlarmi bu haqda Nabijon Tursunning kichik fe'l va zo'r ilmiy bilimlar bilan to'lgan va notiqlik iqtidorga ega ilm arbob ekanligidan Adelaiddagi Uyg'urlar, hatto Sharq Turkistonlik tatarlar, o'zbeklarning nihoyat qoyil bo'lishganligini bildirishgan. Avstraliyadagi peshqadam inqilobchi, yozuvchi va shoir ustozimiz Ahmad Egambardi apandim bu vaqt to'xtalib mundaq deydi.
Bizden ataklık alımımız Nebican Tursun Avustralya'ya kılan 2 haftalık ziyaretine tügütü kaçtı. Nebican nege basın, Meyli Adelaide, Sydney, Melbourne'lara basın. Perindaşlarımız bundan ait Çin konumuzun Nebican Tursun'u tarihi alimi sağladı görüp nati yakşı muamele kıldı. Bizde bir gep var. Aldı gül keyni tiken deydiğen. Bizden alimimiz Nebican Tursun aldı hem gül keyni hem gül olup kayıttı. Mandak ilmi yürüyüşle menençe az buludu. Özüm şahsen Avustralya'daki Uygur kırındaşlarımıza vakaleten Nebican Tursun'a alayta özümden çok rahmetlikine eğitimin. Nebican Tursun Efendi 15 sentabr Adelaide'deki Uygur Ana Til Mektebi'de 18-20 sentabr kunlari Melbourne'deki Victoria Uygur Cemiyeti'nin orunlaştırışıda Melbourne'da 21 sentabr Avustraliya Uygur Cemiyeti'nin teşkillişide Sydney'da Uygur tarihi musafirleri ve Şarkı Türkistan Cumhuriyeti tarihi boyunca leksiya bergen. Melbourne, Adelaide, Sydney'lerdeki leksiya beriş faaliyetiga ilgir keyin bulup, 100'ge yaqin kishi qatnashgan bulup, leksiyaga ba'zi Avstraliyaliklar va turklarmi kelib qatnashgan. Nebijan Tursunning muhim faoliyatlaridan biri 25 sentabr kuni Avstraliyalik Uyg'ur tadqiqotchisi Uyg'urlar degan kitobning avtori David Broppening o'rinlashtirishida Sydney universitetida mazkur universitetning doktorantlari, Uyg'urshunoslar va Uyg'ur tarixiga qiziqadigan o'quvchilarga ingliz tilida 20-asr Uyg'ur tarixi va Sharq Turkiston Cumhuriyatlari degan temada bergan leksiyasidir. Avstraliya Uyg'ur Cemiyeti raisi Baxtiyor Bo'ri apandimning bildirishicha, bu faoliyat Avstraliya tarixida Uyg'ur tarixi bo'yicha tunji qatimliq atrofli leksiya berilgan cho'ng tipdagi aylanma leksiya so'zlash faoliyati bo'lib hisoblandi ekan. U bu faoliyat haqida to'xtalib, mundaq deydi. Tarixshunos doktor Nebijan Tursun ilmiy ziyarati jarayonida 9 ayning 14 kuni, 9 ayning 20 kuni va 9 ayning 21 kunlari Adelaide, Melbourne ve Sydney şehirlerindeki Şarkı Türkistanlık cemaatga o'zining 30 yillik ecri bo'lgan Uyg'ur umumiy tarix haqida leksiya so'zladi. Sharq Turkiston va Uyg'urlarning tarixini nihoyatda jonli, atrofli, mazmunli qilib ilmiy doklad berdi. Bu jarayonda mayli Adelaide bo'lsin, mayli Melbourne'dagi bo'lsin, mayli Sydney'dagi bo'lsin, bu leksiyalarga qatnashgan jamoatimiz Nebijandan bes-besli savollar so'rashdi. 9 ayning 25 kuni dunyodagi 20 universitetlar qatoriga kiradigan Avstraliyadagi eng qadimiy universitet Sydney universitetida Uyg'ur tilliq bo'lmagan mutaxassislar, o'qituvchilar, o'quvchilar va Uyg'ur tarixiga qiziqadigan kishilarga 20. asrdagi Sharq Turkiston tarixi, Sharq Turkistondagi Cumhuriyetler temidagi leksiyasini berdi. Bu leksiyaning boshlanishida doktor David Brophy Uyg'ur millati degan kitobning muallifi shundaqla Musha Sydney universitetida dars beradigan doktor Brophyning Nebijan Tursunni tonishtirish, Sharq Turkiston va Uyg'urlar tarixidan qisqacha kirish so'zini boshlash bilan Nebijan 1 soatga yaqin ingliz tilida Uyg'urlar, Sharq Turkiston, Uyg'urlar tarixi, Sharq Turkistonning tarixi, Sharq Turkiston Cumhuriyatlari haqida nihoyat aniq tushunishli leksiyasini berdi. Bu leksiyaga qatnashuvchilar Uyg'urlarga, Uyg'ur tarixiga, Sharq Turkiston va Sharq Turkiston tarixiga oid savollarni bes-bes so'rashdi va uningga nihoyat atrofli javobga erishgan bo'ldi. Yaponiya Uyg'ur Cemiyeti sentabrda Yaponiya poytaxti Tokyo va boshqa shaharlarda orqa-orqadan necha maydon namoyish va boshqa tashviqot faoliyatlari tashkillab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Yaponiya xalqiga tanishtirdi. Yaponiya Uyg'ur Cemiyeti 23 va 24 sentabr kunlari Tokyoda Uyg'urdagi haqiqat temasida rasm ko'rgazmasi va hujjatli filmi qo'yish faoliyati o'tkazib, Tokyoning markaziy ko'chalarida maxsus bir rasm ko'rgazmasi o'rni ichib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlarning milliy kimligi, tarixi va dunyo miqyosida elib berayotgan faoliyatlari tanishtirilgan rasm va maxsus film orqali tashviqot elib borgan edi. Yaponiya Uyg'ur Jamiyati 27 sentabr kuni yana Uyg'urlarni qo'llaydigan mamlakatlik yerlik parlament a'zolari jamiyatining hamkorligida bu jamiyatning raisi Marayuma apandi, shundaqla Nakamura va Mizushima apandilarning qatnashishida Yaponiyaning Kanagawa viloyatida ikki yerda Uyg'urlarning hozirgi ahvolini,
Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini tonishtiradigan ko'ch tashviqot faoliyati o'tkazgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Mehmet Efendi stansimizning ziyoratini qabul qilib, bu haqda ma'lumot berishicha, Tokioda o'tkazilgan faoliyatga taxminan 200 dan odam qatnashgan bo'lib, Yapon xalqiga Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, assimilyatsiya siyosati va Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tushunish uchun yaxshi bir fursat bo'lgan. Kanagawa viloyatidagi faoliyatmo yerlik parlament a'zolarining qatnashishida nihoyat jonliq ilib berilgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.